Kamila, sovchilar kelganda qatlama qiluvding. Esingdami onamni yoqqandi? Ha, esimga. Bu Kamila Lolo, uning boshi yana baloda. Assalomu alaykum. Dastlabki olib keling. Rahmat. Ishqilib buyurtma qilgan, hech kim bilmasin-da. Xuddi bir o'zim qilgan o'shqaydi. Kamila qizi. Assalomu alaykum. Kamila ham pishirganmi? Qo'llar dard ko'rmasin. Ajoyib. Ana shuni yana bitta qilib ber. Bekor aytibman. 5 minut qo'l qani ulguram, uni qo'rish kerak. Hamma narsa ulgurishim kerak. Qani boshlayveray, qani. Qaynanam boshimga yong'oq choqqanda tuxumni ham choqqa olamiz. Onam taxminan shuncha solaydilar. Yana kamiga gapim eshitaydilar. Keyin ozgina solay. 5 qoshiq dro'jja solamiz, ishimiz besh bo'lsin. Endi bir stakan issiq suv qo'yamiz. Ana suvni ham qo'shib bo'ldik. Endi sut qo'shish kerak. Qani bor ekanmi yo'qmi ko'ramiz. Ana sut ham bor ekan. Of, afsus, bu safargi zakaz qilolmayman. O'zimga qilishga to'g'ri kelar ekan. Qani bos. Endi xamirimiz dam olar ekan, men dam olishga haqqim yo'q, qolgan davom ettiramiz. Endi bolgarskini ham mayda qilib to'g'raymiz. Qaynanim shu kabasani yaxshi ko'radi. Ataylab shunaqa olaman. Hozir yonmasam keyin yonmayman. Xamirimiz tayyor, endi mahsulotlarni solamiz. Super qatlama. Bilasan, kelinlik sha'nini saqlaysan. Yonib ketmasa bo'lmaydi. Shunaqa mazza chiqdi. Agar qaynanam yemasa, tochni o'zim yeyman buni. Voy, qonim ochib ketdi. Kamilang qani, a? Kelin qilaman deganimda chop qilib oldimga narsalar olib kelib tashlaydi. Mana oyijon qatlamangiz ham tayyor. Xo'p, qo'lingiz dard ko'rmaydi. So'v beraman sizlarga. Biram shirin qatlama. Shu sovchilikka borganda qatlamadan qilibsiz, kelinjon, aylanib ketay. Mana oyijon. Lekin mana shu bitta narsangizni yomon ko'rib qoldim-da, choyni qaytarmasdan qo'yasiz.